Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Myunxen bexatarlik yig'inida Yaponiya xalqi radikal, o'ngchil, hatto militarizmni qayta tirildirishni o'ylayotgan kuchlar tarafidan majburiy agashtirilmasligi, qaymoqtirilmasligi kerak. Agar Yaponiya bu ko'n yo'lga qaytishni tanlasa, faqat o'zini halok qiladi deb bildirgandan keyin Yaponiya Tashqi ishlar vazirati Xitoyni qattiq ogohlantirib, bu da'volarni paketga uyg'un emas va asossiz deb rad qildi. Albatta bu xabarning tafsilotini ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Nurg'un bildirlashlar va Wang Yining Myunxenda so'zlagan so'zida. Ammo Yaponiya bunga tegishli javob qaytardi. Hozir xildan buyon Sanoiy Takaichi hokimiyat kelgandan buyon Xitoy Yaponiya o'rtasidagi yirikchilik kun sari eshilayotganligi hammamizga ma'lum bir masala. Yana bir xabarimiz Amerika ittifoqdoshlariga texnik ko'p harbiy mas'uliyat yuklashga tirishayotgan, Xitoyga qarata besimni oshirayotgan nozik bir vaziyatda Amerika va Xitoyning harbiy aeroplanlarining Janubiy Koreya bilan Xitoyning havo mudofaa farqlantirish rayoni kesishish nuqtasida xatarlik tariqada yiqilishi jiddiychilik keltirib chiqardi. Bu albatta Xitoyning rayondagi davlatlarga qilayotgan tajovuzchiligi, mayli Tayvan bo'lsin, Filippin bo'lsin, bu rayondagi davlatlarga har doim propoza qilib, o'zining kuchini ko'rsatib, u yerdagi har xil chorlash elib berib deganda qilayotganligini hammamiz bilamiz. Janubiy Koreyada 28,500 Amerika askari hozir mavjud ekan. Shu yerdagi Janubiy Koreyadagi bazadan qo'zg'alib bu yerda shu Janubiy Koreya Xitoyning havo mudofaa farqlantirish rayoniga Amerika F-16 aeroplanlari kirganda Xitoy bu yerga cho'chib ketib darhol o'zining aeroplanlarini avatganligi bildirildi bu hafta. Nihoyatda xatarlik yiqilish bo'lganligi, ammo bir-biriga o'q chiqarish bo'lmaganligi bildirildi. Xo'sh, yana bir xabarimiz bor. Polsha harbiy doiralari Xitoy avtomobillaridagi ilg'or senzorlarning sezgur harbiy sonliq ma'lumotlarni yig'ishga ishlatilishi mumkinligini ilgari surib, jiddiy bexatarlik andisi sababli Xitoy avtomobillarining harbiy rayonlarga va bazalarga kirishining cheklanganligini e'lon qildi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Shundaqla buni e'lon qilish bilan birga ham shu harbiy xodimlar va amaldorlarning shu mashinalarning ichida, shu mashinalarda shu aqlli telefonlarni mashinadagi shu multimedia ko'p vositalik bu nimaga sistemalarga ulashimi butunlay cheklanganligini bildirdi. Yani butunlay bu Xitoyning, albatta bu Polsha ham emas, ilgarimi bir qancha davlat bu shaklda e'lon qilgandi. Yaqinda Isroil ham hatto tarqitib bo'lgan o'zining harbiy doiralariga, amaldorlarga tarqatgan Xitoy mashinalarini butunlay yig'ayotganligi haqida xabar chiqqan, qadrli ko'ruvchilarimiz.